Onasi bugun bayram ekan. Bolalaring qo'ng'iroq qilmadimi? Uyiga taklif qilmadimi bizani? Yo'q, hech qaysi qo'ng'iroq qilgani yo'q. Hech qaysi uyimga kelinglar ham degani yo'q. Choyingdan quyginda ovqating suzgan. Rahmat. Rahmat. Ada, buvim bilan dadamgilarni ham chaqirdingizmi? Qizim, do'dang oyinglarni keyingi bayramda aytamiz. Bugun amaqingiz kelishadi. Qandaqsizlar olib bor. Aka yaxshi keldinglarmi, tuzumsizlar? Qani oling. Olishib o'tiringlar. Yaxshi, rahmat. Adam bilan onam ham aytdingmi? Kelishadimi? Ya, ularni aytganim yo'q. O'zimiz maza qilib o'tiringlar, oling aka. Muxlis, dadamgilar ham kelishar ekanmi? Yo'q, bu bayram ham kelishmas ekan. Keyin buvimgilarga telefon qilamiz. Yo'q, ketdi buvimgilarga telefon qilamiz. Yur. Ha? Alo, bola. Alo, buva, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Buva, bugun bayram-ku, kelasizlarmi? Har gal kelamiz deb aytardinglar-ku. Yo'q, bizani hech kim aytgani yo'q, bola. Ha, amaqingilar kelishar ekanmi? Yo'q, biz do'dam bilan uydamiz. Bizani hech kim aytgani yo'q, chaqirgani yo'q mehmonga. Mayli, o'zinglar yaxshi o'tiringlar. Taninglar sog' bo'lsin, bola. Mayli, yaxshilikni ko'rishaylik. O'zinglar kelinglar, kanikulinglar, xo'pmi? Mayli, hop. Bolam seni yaxshi ko'raman, Asalov. Mayli. Bo'pti, buva, kanikulimizda boramiz. Mayli.